Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Voha Residence qurilish kompaniyasini shu sentyabr oyi oxiridan bana davom etib turgan qurilishlar bo'yicha umumiy danishib o'tamiz. Bazarvoy ham ma'lumot berib o'tadi, xudo xolasa. Ag'a 4-blokda hozir ichki ishlar ketib turibdi. Hozirgi 4-blokda bugungi ish jarayoni 4-etajni bostirib, 5-etaj perekritasiya, ya'ni 4-etaj usti, 5-etaj pol qism bo'ladi. Mana shu aflapkisini bitirib, temir to'qish jarayonlar bo'lyapti 4-blogimizda. Уже sentyabr oyi oxiridan boshlangan bo'lsa, qisqa muddatning ichida 4-etaj bitib, 5-etajga qarab ketdi. Ish jarayonlari zo'r ketib turibdi, unchadan usta ishlab turibdi. Har blogimizda 20 ustadan bor. Shunda общий 200-220 usta ishlab turibdi. Общий blok soni hisoblaganda 250 ga da boradi. 11 blok bor bizda. Kecha gündüzden men sovuqdan ishlab turibdilar. Shunday, havoni ko'rib turibsizlar, havoni sovuq narsadan qaramasdan ustalarimiz bu yoqda qo'lni ishlab yotibdi. Bu blogimizdan ichki ishlar ketib turibdi. 3-blogimiz bunda hozirgi jarayonda rigel qismi qo'yilib, ustida plita bostirilgan, o'rtasidagi sesma, armaturalar to'qish jarayon bo'lib turibdi. Sesmaga. Bu blogimiz ham shu sentyabr oyida boshlanganmi? Hammasi sentyabr boshidan boshlab, sentyabr oyi boshlangan. Oxirlari sal kechroq boshlangan. Shunga qaramasdan, o'zi oxirlarda 2-3-etaj ishlab turgan joylarimiz ham bor. Hozir bunda tep podvali, keyin 1-2-etajlari qo'yilgan axir. Bu 3ga qarab ketyapti bu 2-blogimiz. 4-5. 6-blogimiz endi bu yoqda ko'rinmay turibdi. Bu 4-etajga ketadi. Xudo xolasa. Aryan taraf televideniyaning yonlarida уже 5-etajdan yuqoriga ketgan o'xshaydi. Ular 7-etajda. Televideniya yanında blogimiz 7-etajda. Qolgan qismi qo'yilib turibdi. Materiallarning kelishini nazarda ishi yo'qmi? Yo'q, materiallar hozirgi vaqtda o'z vaqtida kelib turibdi, tez. Plitalar ham o'zimizning beton zavodlardan kelib turibdi. Bu material zaddesh bo'lmasligining sababi biz o'zimizdan chiqib turibdi hamma mahsulotlar. Plitalar, beton mahsulotlari. Bizda hozir 4 zavod. Oldin 3 edi, hozir 4 zavod bo'ldi. Shuni hisobini tez kelib turibdi beton. Belki bloklarimizdan ichki ishlar ketib turibdi. Birinchi, ikkinchi blogimizda ham shunda, o'zi birinchi blogimizda 3ni bostirib, 4ga qarab ish boshlandi u yoqda. Ba'zi devorlar navdan bo'ladi, plitalarni o'rib bo'lganlaridan keyin. Devorlari kolonna beton. Bu narsami? Beton quyilib bo'lgandan keyin. Ava, o'rtasi. O'rtada peregorodkalar, ya'ni nimadan? Peregorodkalar umumiy o'rilib beriladi, axir, topshiriqdan hammaydi. Shunday. Hamma yoq bitirib, tashqi nalari, oyna nalar qurilib, fasad qisman bitirib topshiriladi egalarga. Hozir korobka holatida endi penoblokning ustidan sementlaymi, shpaklovkami, nima tortilgan bo'ladi? Shpaklovka, rond-pont. Rond-pont. Rond-pont oqartib devorni shunday holda topshiramiz. Montaji tayyor bo'ladi axir. Montaj o'tgan bo'ladi. Montaj o'tgan uyning ishini o'tmaydi. Shu simlarga kelib turadi. Podyezda o'tdi. Necha etaj bo'ladimi bu domla? Xudo xolasa. 10 etaj, 9 etaj, bu yoqda 10 etaj bo'ladi. Mana Liftlardan muammo yo'q axir. Yo'q. Lift joylarimiz ko'rib turibsizlar, sifatli devorlar ham mustahkam qo'yilgan. Zinalar ichki ishlanib turibdi. Zinalarimiz ham mana shu ko'rib turganingizdek, mana bir yoqda ko'rib turibdi. Bu magazinga chiqadigan zinamiz. Shu etajda qoladi, 1-2-etaj magazin uchun. O'zi magazinlarning zinasi. Podyezda nimasi yo'q. Podyezdniki orqa tomonda. Podyezdniki bo'lak. Unda yani klientlar bilan sig'ishmay terdan o'chirish joylari bo'lmaydi umuman. Yo'q. Zo'r sho'lar, zo'r ishlar. Mana liftnamiz, lift joy o'rnimiz, ya'ni liftning o'rnida devor qismi 20 qalinligi betonlar. Ichi armaturasi 12 kilik. Bu podyezdga chiqadigan lestensamiz. Sababi podyezdga chiqadigan отдельный. Uy egalari mana bu yoqdan turadi. Bu lestensamiz, bu yoqda ham lestensha bor. Bu 1-2-etajda magazinlar uchun отдельный qurilgan. 1-2 etaj uchun, Misol uchun hammasini bu yoqdan ishlatsa, bu chiqish noqulay bo'ladi. Magazinga kelgan odamlar ham old tomonimizdan kirib chiqishi oldinda bo'ladi. O'zlari klientlar bo'lak, xonadon egalari bo'lak kelib chiqib bu yoqdan kirib chiqadi. Bulardan chiqib armatur betonlar ishlatib turibdi kolonnalarda. Ular markasi bu kolonnalar 60 razmer 60-40, markasi 350. 350. Mustahkam betonlar. Mustahkam betondan qurilgan. Bu plyonka nima o'rashning sababi betonning namligini o'zida ushlab turadi-da, keyin sifatli chiqadi. Agar buni ko'p xizmat ko'rsatadi. Ko'p xizmat ko'rsatish uchun. Ya'ni o'zida namligini ushlab turib, o'z vaqtida namlik chiqib ketmay o'zida tursa, betoning markasi kuchayadi. Mana bu devorlarimiz ham birinchi etajimiz
40'lik. Armaturalar 18'lik mi? Neçelik işletilgan bu yerda? Stenalarimiz 12'lik içi. Mana ugurlarında kolonlar var. Bular 25'lik, 20'lik armaturalarimiz. Mustahkam armaturlar Mustahkam, işletilgan. ha. Kolonlar bir o'rtadagi bundan bu yog'ida 12'lik armatura bor ichida. Boshqa kolonlar, o kolonlar ham 40'ga 40'lik mana bular. Bular ham shundan 25, 20'lik armatura ishlatilgan. Mana bu Regal qismiga kelsak, bular 28 ga ishlatilgan. Qalin. Sababi uning ustida Yük bo'ladi. yonbosh turgandan keyin navruzga kuchli bo'ladi. Shuning uchun qalin armatura ishlatilgan. Pregorodkalar penoblokdan ishlatilsa, ularda tezor bir narsa atishda muammo bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q. Bu penoblogimiz sifati yaxshi. Bu blokimizda nechta ishlab bo'lib turibdi? Bu blogimizda ikkinchi etajni hozirgi vaqtda bu blogimizda ikkinchi etajimizda Regal qismini aplapsini qurib turibdilar. O'sha narigi tomondan ko'rib turgan bo'lsa, armatura to'qchorlar ham bo'lgan o'sha. Mana bu yoq sal ko'rmayap turibdilar. Bu blok uchun kelib turgan plitalarmi? Ha, bu blogimiz uchun o'sha plitalar oldindan kelib taqlab tayyorlab qo'yilgan. Sababi o'zimizdan mahsulot Tez yetkazib beriladi. O'zimizda zadbeshka yo'q. Bu ko'rib o'tirgan obunachilarimiz orasida bir tona plitaga tushunadigan odamlar bo'ladi-da, ag'a. Shu markalarni aytib o'tsangiz ishlatilib turgan. Endi bu suqoyna bilan ishlatiladi bu. Ha. Plitalar. Buning vibratsiya o'zini beradi. Bundan ham mustahkam bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, bu ichida armatura yo'q deydi, ichi bo'shliq deydi bu. Lekin u suqoy betonda vibratsiya bergandan keyin bu stenamizdan ham mustahkam bo'ladi. Mustahkam bo'ladi. Shu sababdan u ko'rinishidan sifatsiday bo'lib ko'rinadi, lekin uning markasi bundan ham kuchli bo'ladi. O'zingiz ham tushunadigan, biladigan odamlardan so'rab ko'rsangizlar o'zlari aytadi. qurilish sohasida sal biladigan odamlar tushunadi o'zi. Mana ko'rchi blogimiz ham mana dom bo'lgan sababli stenalari, kolon hamma nimalar betondan qo'ygan tez sifatli vaqtida quyish uchun mana afloklarni bir oycha oldin shuni sotib olganmiz. Qizil mana ko'rib turgan bo'lsa. Hammasini, Ha, bu ne только 4 ga, hamma blogimizda mana shuni ishlatib turibmiz. Sababi bizda zakaz keldi ko'proq. Necha so'mlar aylanadi u? Hamma platkani arenda emas, o'zingiz sotib olsangizlar. Bu ko'p. Короче, milliard, 1 milliard 100 ming shunday pul bo'lgan bu. Oplaq, qizil oplaqlar. Mana stoykalar ham hammasi ko'rinib turibdi. Mana bu oplaqlarimiz ham blogimizda, ana u bloklarimizda ham bor, 6-blogimizda. 6-blogimizda mana o'sha 3-etajni bitkazib, Regal qismini boshlayaptiramiz. Ko'rinib turganmiz. Hammasi shu qurilishning vaqtida sifatli qilib topshirish uchun ko'rib turgan harakatlar. Mana ko'rinib turibdi o'zi. Mana bu aflokda quysa beton silliq chiroyli chiqadi. Keyin отделка ishlarida ham ko'p nima bo'lmaydi. Xonadon egalarini eng foydali tarafi stena silliq chiqadi. Misol uchun rondpon shpaklyokan kam xarajat bo'ladi. Ug'illarni chiqarishda o'zi cho'tqa duradi. Misol uchun qiyshiq 1-2 sant o'ynab kelsa, uni to'g'irlash uchun ko'p narsa yetadi. Bunda 2-3 million o'ynamaydi, shu bilan to'g'irlab remontdan foydasi ko'p bo'ladi. Ha, remontda ko'p foydasi bor. Birinchi monolitda mana shu aflokni rol o'ynaydi. Ishni sifat chiqish uchun. Qolipimiz, aflokni deymiz, qolipimiz chiroyli bo'lsa, toza bo'lsa, ikkinchi malyarka, ichki ishlar deymiz, uyning egasi nima qilganda kam xarajat bo'ladi. Ishimiz sifat chiqqandan keyin. Algan odam ham davolni bo'lib, g'azatib remont etadi. Algan xonadon egalari remont etganda ko'p pullarni ekonom qilib qoladi. Xonadon oljakda shu taraflaridan e'tibor berib kelsangiz zo'r bo'ladi. Shu xonadon olganda sami glavni shu nimaga e'tibor berish kerak. Devorlar sifatli qo'yilgan. Qaysi monolit tom o'zgardi? Mana bu monolit tom mana bu yoqda. O chetdaginamiz monolit tom o'zgardi. Aslida perekli plita bo'lish kerak edi. Shura qaramiz. Yeta birinchi, ikkinchi etajlar do'kon axirang hamma blokda? Yo'q, bu yerda birinchi etajimiz bor. Ha, o bunda bor. Alavermang demay yurganimizni xarid ketdi. Mana o'sha bu materiallarimiz oldindan o'zimizda chiqib turgandan keyin plitalarimiz o'zi tayyor turibdi. Ha, bu shu blokka ishlatadigan plitalar. Hali o'sha Regalni qo'ymas, oldindan material olib kelib tayyorlab qo'yganmiz. Ishlarni tez davom ettirish uchun, beton zavod o'zimizda bo'lganligi uchun o'sha ishdan oldin kelib turibdi. Mana karkaslarimiz mana bunday demirdan. Mana ko'rishingiz mumkin. Qamutlari yaxshi sifatli
temirlarda ishlab turibmiz. Nechalik armatura ishlatilgan bu yerda? Bu yerda 25lik. Eng sifatli armaturlardan narxlar ko'rsa bo'ladi. 28lik ham bor, bu yerda 28lik ham bor. Kranlarimiz ishlab turibdi, harakatda. Mana bu texnikalarimiz. Mana aytgan aflopkimiz. Ishni sifatli devor sifat chiqish uchun mana bu blogimizda ham oldirganmiz. Почти hammasida ham bor. Ana bu blogimizda ham bor. Mana blogimiz, mana podval qismi, penoplast qo'yib. Ustidan setka tortib fasadini. Fasad play urilgan. Bu podvalda issiqlik nimasini chiqib ketmaydi. Tashqaridan sovuq kirmaydi, podvalda issiq tashqariga chiqib ketmaydi. Mana izolyatsiyamiz suv uchun. Namlik uchun. Shunda bir shavat qanali bo'yi bo'lgani uchun bizga suv yaqin ku. Shuning uchun. Mana bu nimalarimiz ham qarang. Shunga ham 10 kg armatura ishlatilgan. Mana sifatli bo'lish uchun. Shunda bir issiqdan, sovuqdan o'tibleniyasi bor, undan tashqari namlikdan ham himoyasi bor. Birinchi mana bu namlik ushlaydi, ichkariga kirilmaydi. Keyin bu ham tashqaridan sovuq ichkariga kirmaydi. Mana bu blogimiz birinchi plita domga rejalashtirilgan edi. Sifatli bo'lish uchun, bu zamonaviy bo'lish uchun sirazi maslahatlashib beton, ya'ni monolit qismini polnab, stena hammasi poln monolit qismini o'zgartirganmiz. Mana plita emas bu, tekis monolit. Kolonnalardan yaxshi armaturlar ishlatilgan o'xshaydi. Mana aytganimizda u blogimizda ko'rsatganda endi beton ichida ko'rinmaydi. Buni nimalar uy egalarini ko'rsatish uchun mana bu aflop aytgan kolonimiz. 80-60 degan kolonimiz armatura, qalin armatura mana. Bu domimiz o'zi boshda plitaga rejalashtirilgan bo'lsa, hozir shu xonadon egalarini sharoitini o'zi xohishini inobat olib, baribir o'zi monolit dom biladilar-ku, hukumat tushadi shundan. Klientlar, ya'ni xonadon egalari hamma shu monolit domni so'rab turibdilar. Endi sal bo'lsa ham bir monolit yaxshi sifatli nima bo'ladi. Sal emas, pol qismi seri monolit bo'ladi. Bunda ham jonqada nimada? Xarajat kam bo'ladi. Xarajat kam. Stenalar ham, men aytganimdek ham aflab qilamiz mana ko'rib tursangiz. Ko'rib turishingizda yaxshi. Bu blokdan ichki ishlar davom qilib turibdi. Blogimizda hozirgi vaqtda armatura to'qib bo'lingan birinchi etaj. Liftga qalib o'rnash jarayoni, kolonlar yaxshi jarayon bo'lyapti. Asfaltga shunday qurilib qo'yiladi. Mana aytgan aflopkamiz sotib olgan. Bu blogimizda ham bor. Hamma blogimizga bor bu afloplarimiz. Mana liftning nimalari? Temir. Devorlar. Devor, temir to'qish bilan bo'lib, endi beton. Qalib yo'q beton qo'yamiz. Shu jarayonda. Bu bularni 10 kg armaturadan. Mikserga kelib qo'yamiz betonni hozir? Tayin beton. O'z zavoddan keladi, tayin beton olib kelamiz. Qishin kuni hozir nimalar ko'rsa aytadi, kamerada ko'rib turganda qorday bo'lib turibdi. Sovuqda ham beton qo'yasizlarmi deydi. Lekin biz ichida qo'shadigan ximikat nimalarimiz bor. Bu 5-6 gradus sovuqda ham sovuq, ya'ni ko'rib isbetadi. O'zini nima qiladi? Quritadi. Mana blogimiz pashti hamma nimalar qo'yib bo'lgan kolonnalari. Mana devor qismi mana bular. Mana sifatli chiqish uchun mana bu afloplar ishlat. Aytganimdek mana bu afloplarni ishlatamiz. Xonadon sotib olgan egalari kelgusida remont qilganda kam xarajat bo'ladi. Velarni binobat olib ro'yxatga. Mana bu narsalar devorni to'g'ri ushlab turish uchun. Dirak deydi, sirkul deydi, dirak deydi. Bunda qishaymaydi. Aytganimizda 2-3 milli o'ynashi mumkin. Rondkon shpokligini to'g'rilab beradi. Ya paxta o'ylagan dog'lashni o'zi ham bir qiyin ish bo'ladi-ku, undan muammolar bo'lmaydi. Shu bizda unday muammo yo'q. Mana ko'rib turganingizdek hamma narsa sifatli, toza olingan. Hurmatli obunachilar, qurilish jarayonlari, bloklarimiz bo'yicha qisqacha obzor etdik bugun. Kimga qaysi blokdan ish savollari bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangizlar, keyingi videolarda shu savollarning javoblarini aytib o'tishga harakat qilamiz.